Hammaga salom, sizlar bilan Siman Crafter kanalimda nihoyat yangi video. Sizlardan yangi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman, chunki juda ham ko'p kun bo'ldi video qo'ymadim, ishlar chiqib qolgandi va bugungi videomiz uy quramiz. Yaxshiroq joy topish uchun hozir men sizlarga montaj kuchini ko'rsataman. Do'stlar, ana montaj kuchi sizlarga. Sar Minecraft qotib turibdi. Endi shu yerdan uy quramiz. Birinchi bo'lib biz ana bunaqa blokdan qilamiz. Yo'q, bu yarashmaydi. Da. Bu yarashmaydi do'stlar. Bizlar oq bloklardan qilamiz. Oq daraxt paydo bo'ldi. Yangi versiyasi-ku. Ana. Do'stlar, bildingizlarmi, yangi versiya qo'shildi. Menimcha bu 2025-yil, 2024-yil qo'shilgan edi. Ana bunaqa qirol paydo bo'lgandi do'stlar. Ko'rganmisizlar? Mana shunaqa qirolni hozir men sizlarga tekshirib ko'rsataman. Bu qirolni faqat montaj kuchida qilamiz. Do'stlar, ana montaj kuchi. Ko'rdinglar? Endi biz buni yuqoridan to'g'ri kelib tushib, ana bu qirolni olib, ko'rdinglarmi? Bitta zarbada o'ladi. Shunaqa qilsanglar, aytgancha qilishlar hisobiga kiradi, shuning uchun ko'lab bo'lmaydi. Uy qurishni boshlaymizmi? Ketdi do'stlar. Shunaqa, shuni ichidan qursammi ekan, do'stlar? Mayli. Bu yerdan boshlayveramiz uyni. Va pastga kovlaymiz do'stlar. Pastga qarab kovlayveramiz do'stlar. Endi yo'llarga kovlaymiz. Nimaga uzoq payt video chiqmadi desangizlar, o'rgurmadim. Video qo'ymoqchi edim, planshetim topolmadim do'stlar. Like va buni esdan chiqmasin, kommentariyalarga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Do'stlar, millionchi marta aytishim shart qilinglar, iltimos. Har xil omad, pomad demanglar. Mayli, rahmat omad degingizlarga. Faqat shartam yozib qoldiringlar, iltimos. Albatta shu haqida video olaman. Shunaqa qilib mitta uy qilamiz do'stlar, mitta uy. Kommentariyada ondan baholaysizlar do'stlar. Endi teni qilamiz. Tegi uchun devorlarini yorug'lik blokdan qilishimiz kerak. Yorug'lik bloki katta edi u. Qani u do'stlar? Chota yo'qmi deyman-de. Qatga ketdi. Katta u. Ana, o'tib ketibmiz. Bunaqa, ana bu devorlarni shunaqa yorug'lik taratadigan blokdan qilamiz. Shunaqa devorlarni buzib, do'stlar, montaj kuchida qilib yuboraman. Do'stlar, bo'ldi. Montaj kuchini qilib yubordim. Bitta karavot ham qilib yubordim. Sizgina yodimga tushib ketmabdi. Sizlar bilan qilmoqchi edim bo'tlarni. Endi sanduqini qo'yamiz tepasiga. Sanduq. Ana bo'tdi. Ustiga qo'yamiz. Va endi kiyimlarimizni taxlab qo'yamiz. Kiyim taxlaydigan bor-ku, ana shundan qilamiz. Qani u kiyim taxlaydigan. Kan. Ana. Shu yerga qo'yamiz va kiyimlarni ildirib qo'yamiz. Sehrlash stolini ham qo'yish kerak. Va shalker qo'ysammi ekan?
Shalker ham qo'yaveramiz. O'zimni yoqtirgan rangimni. Aha, Shalker qani? Shalker ko'rdim hozir, ha ana. O'zimni yoqtirgan. Zaryadga kam qoldi do'stlar. Shundan esim keldi. Ko'rmaydi videoda. Aha, sabzrangdan qilib yubordi do'stlar. Va endi kiyimdan montaj kuchida qilib yuboramiz do'stlar. Do'stlar bo'ldi. Endi Karela mini uycha tayyor bo'ldi. Bitta zinasini qilib yuboramiz do'stlar. Zina qani? Zina. O'zimga kiyim kiyib qo'ydim do'stlar. Do'stlar, zinani qidirayotgan edik biza. Zina ana shu yerlarda bo'lishi kerak, adashmasam. Mana. Zina ham topildi. Bo'tlarga qo'yilmaydi bular. O'zimga yoqadigandan qilib yuboraman. Ya'ni olmosimdan qilib yuboramiz. Nizrit yoqardi lekin. Shunaqa da. Yuqori yonidan ham chiqib ketdi buni. Qanaqa edi? Ana. Bo'tlarga qo'ymaymiz. Shunaqa qilib chiqamiz va ana shu yerda narsalar, ana shu yerdan kirasizlar ana. Ana shu yerdan kirasizlar, ana shu yerga tushsangizlar mini uycha. Sizlar bilan hammaga xayr, sizlar bilan sevgi berdi. Traktor bo'ldi va hammaga xayr, keyingi videolargacha ko'rishguncha.